Assalomu alaykum. 220 ga ishlaydigan ice cream morojiy apparatimiz frizerimizda ishlashini ko'rsatamiz. Birinchi suv sop, suvlarini oxirigacha oqizib tozalab olamizda. Где-то 5 minutcha kutamiz. Suv solgan vaqtimizda farqi 380 mi 220 mi hammasi klin tugmasini bosib yuvib olamiz. Keyin где-то 5-6 minutlardan keyin har bir 220 mi 380 mi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar frezerlarimizga kamida 2,5-3 litrdan har bir yomkisiga solinadi smes. Kamida. Chunki valning ichiga 2 litrdan 3 litrgacha ketadi. Shuning uchun kamida 2,5-3 litr solinadi har biriga. Keyin undan keyin yana klin tugmasini bosib, qo'zg'alab, mana to'ldirib olinadi. Dalshi filtrlari yoki vazdushniy bo'lsa, vazdushniy turbachalari nimalari keyin tiqiladi. Keyin o'shalar tiqib qo'yiladi. Klinni bosib to'ldirilgandan keyin vallar. O'shandan keyin muzlatib boshlaysizlar. Avtomatik tugmasini bosib muzlatib boshlaysizlar. Keyin agar sizlarda tok o'ynaydigan bo'lsa, 220 yoki 380 ni bera olmaydigan bo'lsa, обязательно stabilizator olishingizni maslahat beraman. Sababi любой холодильник, мороженый apparat, любой qanaqadir ham professional apparat ishlatsangiz ham tok yetkazib bera olmasa, kачество yo'qoladi. Keyin uni umri qisqaradi.